Assalamu alaikum. Uyghur Televiziyasining aziz ko'rmanlari. Tor Televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Uyghur Radio Televiziyasining qurg'uvchisi Abdusalom Niyoz efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Abdusalom efendim, qanımız xush keldingiz. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Rahmat sizga. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik vatandoshlar. Men Abdusalom Niyoz Uyg'urdim. Hammanglarga o'tliq salom. Mening ismim Abdusalom. Gollandiyada yashayotganim 15 yildan oshdi. O'zim shu tashviqot kasbida vatandagi kasbiy xizmatlar bilan shug'ullangan. Muajiratga chiqqandan keyinmi hozirgacha uzluksiz shu milliy tashviqot xizmati bilan shug'ullanib kelyapmiz. Uyg'ur radio televiziyasining qurg'uvchisi va mas'uli bo'laman. Sizce Xitoy nima uchun bugungi kun kelganda birdamlar chet ellardagi ba'zi bir qism Uyg'urlarni vatanga ziyoratga o'rinlashtiradigan bo'lib qoldi? Meningcha bo'lgan chog'da bu qandaqdir Xitoyninki tuyuqsiz bu yil chiqargan siyosati bo'lmasligi mumkin. Xitoyda hammamiz Xitoyning siyosati ostida, Xitoy hokimiyati ostida tug'ilib shu vatanimizda cho'ng bo'ldik. Xitoyning siyosatlarini ancha-muncha bilamiz deb o'ylaymiz. Xitoyning siyosatida 10 yilda bir qatam kichik qirg'in qilish, 20 yilda bir qatam cho'ng qirg'in qilish deydigan bir siyosati bor. Bu mustabid hokimiyatninki qo'llanayotgan bir siyosiy strategiyasi desak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Bu mushu jihatda ilib berilayotgan tuyuqsiz bu Xi Jinping hokimiyatiga kelgan chog'da uning oldidagi siyosatlarda masalan 10 yilda bir qatam yoshirin holatda boshqa bir ism qo'yish orqali xalqimizni qirg'an va undan keyin shuni bahona qilib 10 yilning yoqi uy kirib Uyg'urlarni bak uch qashqari bo'lmasimi tutib qirg'in qilish, qonunsiz tutqun qilish, yo'qotib o'tish, g'oyib qilish degandek siyosatlar burundan bo'lib kelayotgan. Bay degandek 10 yilda bir, 20 yilda bir, 5-6 yilda bir buni qattiq bir ip bordi. Undan keyin siyosatni yumshatib, hattoki ba'zi artistlarni sahnaga chiqarib millatimizdan kechirim so'rg'izib, shundoq qilib 60-70 yilni o'tkazgan Xitoy bizning vatanimizdagi siyosatda. Her xil ko'z bo'yamchiliklar bilan va xalqimizmi amalning yo'qligidan, ojizlikdan, fursatni qo'ldan ketkazib qo'ygandan keyin vatandagilar amal yo'q. Bunga ma'qul deb kelayotgan. 2016 yildan boshlab rasmiy keng kushoda tutqun qilish toki hozirgacha davom qilyotidi bu lagerlarga sulash ishi. Faqat Uyg'urlarni bu albatta 7-8 yilning yoqi sirtqi kuchlarning bo'libmi g'arb ellarininki nurg'un besimlarga duch kelyotidi Xitoy bu siyosatda. Besimdan qutulish uchun Xitoy asosli xalqaro besimdan qutulish uchun va o'zining ichida kundan kunga avjiyotgan hokimiyatga qarshi kundan kunga ishiyotgan shu hokimiyatga qarshi kuchlargami ularningmi ko'zini bo'yash uchun ilib berayotgan bir qatimliq bir ko'z bo'yamchilik harakati deb bilsak bo'ladi. Bu qandaqdir Xitoyninki yillarcha ilib berayotgan siyosatning xatoligini tunib bugungi kunlikda siyosatni yumshatib xalqimizga yaxshi bir siyosat ekanligidan derak bermaydi. Bu faqatla zulm, tutqun qilish, qirg'inchilik davom qilyotidi. Bu faqatla xalqaro besimni, xalqaro jamiyatni ko'zni bo'yash uchun ilib berayotgan bir qatimliq aldamchilik siyosati deb tushunsak bo'ladi deb o'ylayman. Sizce chet ellardagi vatanga ziyoratga berayotgan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga bevosita uchragan turuqliq. Yeni Xitoyning planiga nima uchun moslashadi? Meningcha bo'lgan chog'da muajiratga Uyg'urlarninki hammasininki vatanparvar, millatparvar, da'voga ega chiqadigan bundoq shakldagi odamlar bo'lishi notayin. Menga masalan chet elga chiqqanim 15 yildan oshdi. 15 yilning yoqi chet elda nurg'un da'vogarlar bilan tanishdim, nurg'un vatanparvar, millatsuyar, isil odamlarimiz bilan tanishdim, suhbatda bo'ldim. Asos chatdim shu 10 yil, 15 yil mobaynida da'vo sepidagi vatanparvar kishilarimizni asosiyatdan tunayman deb o'ylayman. Ammo bu odamlarning soni menimcha bu
muhaciratdagi Uyg'urlarning soniga nisbatlaştırgan chog'da bek oz son. Balkim 10%ga mi to'shmaydigan bir son bo'lishi mumkin. 5%ga mi to'shmasligi mumkin. Ya'ni demak, muhaciratdagi 95-95% yoki 95% dan yuqori kishilarimiz vatan davosiga aralashmaydi. Vatan perver, millet perver desek mi bo'lmaydi ularni. Ailesiga ham sahip chiqadi, ailesiga ham ega chiqadi, ailesini turmush hayotininki yaxshilanishi uchun kurash qiladi. Vatan millet dese, cemaat dese kaçıdığan adamlar. Mesela Gollandiya'da nurgun Uygurlar var. Ama cemaatlik toplaşıp yaşavatkan, davamlıq görüşüp durvatkan, faaliyetlerge kep gitvatkan kişilerin sanını nispetleştirsek, yani Gollandiya'da mı o adamların sanı 10% yetmeydi. Bundaq bir şəraitdə bugünkü günlükdə Xitayның tuyuqsuz işini içip Uygurlarga viz berdigan bundaq bir uçur, bundaq bir xəbərini anlagandan keyin əlbəttə o 95% Uygurlar u yerga berishni xohlaydi. Ya'ni burunqi, ya'ni shundan 5-6 yil burunqi, 7-8 yil burunqi oltininki asli kelishini xohlaydi. Agar shundoq bir siyosatga kelsa Xitoy, bu odamlar bir umr Uyghur davasida ijroq turishi mumkin. Ya'ni tijoratlar davomlashadi, urug' tuqqanlari bilan bodi keldi qildi. Ularning ota-onalari kelib bularni yo'qlaydi. Bular berib yilda ta'tillarini vatanda o'tkazib, vatandan urug' tuqqanlari bilan qinishib degandek, shunday holatda o'tsalar, ömrünün ahırıgacha bu vatan davası, milletninki zulümden qutuluşu, erkinlikka erişişi, vatanımızın müstakilliği degandek bundaq meseleler, bundaq temalar üstüde bu insanlar oylaşmaslığı mümkün ve bu to'g'riliq bir xizmat qilishimi natayin deb o'ylayman. Shunga bugungi kunlikda berayotgan Uyg'urlarimiz shundoq Uyg'urlar deb o'ylayman. Ya'ni shu 95%ning ichidagi odamlar. Undaq deganim ham 95% Uyg'urning hammasi vatanga beryotdi deganim emas. Ammo mushu Xitoyning oxirgi mushu siyosatida mushu 95% Uyg'urlarimizning ichidami nurg'un Uyg'urlarimiz uyg'ondi. Bu Xitoy asli bizni bilan bir davlatninki fuqarolari emas. Bular bizning dushmanimiz ekan, bularning maqsadi bizni yo'q qilish ekan deb uyg'ongan Uyg'urlarimizni nihoyat jiqmi shu oxirgi 5-6 yilning ichida uyg'onib shu davosiga qo'shilgan insonlarimizmi. Bularni misol qilganim emas, ammo shu odamlarning ichidan oz sondikilari vatanga berishni boshladi. Bular albatta men boya degandek shu shakldagi odamlar bo'lganligi uchun bularda vatan davosi, vatanimni mustaqil qilsak, xalqimiz bu zulmdan qutulsa degan bu o'y fikr, bundaq bir hissiyot yo'q yoki bo'lsa kamdan kam bor bo'lganligi uchun bular bugungi kunlikda bu ishninki oqibatining qanday bo'lishini o'ylamayla darhol vatanlarga berib urug' tuqqanlarni yo'qlashni boshlayapti. Bundaq vaziyatda biz qanday qilishimiz kerak? So'zlab bergan bo'lsangiz. Bundaq vaziyatda biz hozirning o'zida vatanga berayotganlarga damalliqqa bir harakat berib yoki bir xizmat qilib ularning yo'lini to'xtatib qololmaymiz. Bu mumkin emas. Chunki bu insonningki o'ziniki shaxsiy ko'z qarashi, ideyasi va milliy ro'yiga bog'liq ish. Buningga qanday xizmat qilish kerak degan chog'da asli tashkilotlarimiz bo'lsin, tashviqot organlarimiz bo'lsin, hozirgi mavjud bo'lib turayotgan muhojiratda bular shu 2016-2017 yili buni o'ylab yetish kerak. 5 yil, 6 yildan keyin Xitoy siyosatini yavaşlatadi, ishni ichib o'tishi mumkin, vatanga berib keladigan qilish mumkin. Bu zulm unda izchil shaklda 10 yillab, 20 yillab davom qilolmaydi. Xitoy ko'zbo'yamchilik harakatlarini ep berish mumkin deb biz buni oldin faraz qilib, oldin tayyorlik qilib, oldin xizmatlarni ep berishimiz kerakdi. Va bu oldin qilgan xizmatlarimizdanki 5-6 yillik natijasi sifatida bugungi kunlikda Xitoy ishini ichiyotsimi bir ishki Xitoy bilan bevosita munosabati bor, Xitoy uchun xizmat qilayotganlar berib kelgan bo'lsa-mu, undan boshqa gerçi vatan davosiga aralashmasimi, xizmat qilmagan bo'lsin bu jihatda to'xtab turmay xizmat qilolmagan bo'lsammi, bo'ldimi shu vatanimning mustaqilligi uchun tark etdim. Urug' tuqqanlarimni vatanimning mustaqilligi uchun shu urug' tuqqanlarimninki erkinligi uchun tark etdim hozircha vaqtli. Men ishnim qilolmasammi, bu vatanning, bu Xitoyninki bu ko'zbo'yonchilik siyosatiga moslashib bermayman degan ideyaga bugungi kunlikda kelgan bo'lishi mumkin.
Bunun için qanday xizmat qilishimiz kerakdi? Təşviqatni kuchaytirishimiz kerakdi. Elbette hazır unda desek teşvikatımız küçeydi, nurgun kanallarımız var, 5-6 kanallarımız var deyiş mümkün. Ama bu kanallar asas cihetten teşvikat, teşkilatlarının keşki teşvikat kanalları ya ki olmasa habercilik teşvikatı bilen şoğullanıvatkan kanallar hazırkı ve söhbet yani gün tertipteki kandak mezmun bolsa şu mezmunu otur koyup şu doğruluk münasebetlik adamlar bilen televiziya söhbeti ip beriş degandek şu tar dairdilan teşvikat hizmetleri ilip berilyapti izchil şekilde. Bunun bilen biz bir maqsadga teşviqatninki haqiqiy kuchini joriy qildirib, buningda bir maqsadga yetolmaymiz. Teşviqat degan nayt keng doiraga keng doiralik bir xizmat. Buningdagi xabarchilik, suhbat albatta teşviqat xizmatining bir turi, ammo hammasiga vakillik qilolmaydi. Teşviqatning nurg'un turlari bor. Masalan, adabiyot, san'at orqali teşviqat ep berish, drama, teatr, epizod, etud, qisqa film, ko'p qismli film, kino yoki bo'lmasa tarjima film degandek mushularninki hammasining mujassamlashib izchil shaklda har kuni yangi film, yangi etud, yangi drama degandek mush shaklda ilib berilgan chog'da bu xizmat undan keyin 5 yillab, 10 yillab bu izchil ilib berilgandan keyin Onundan keyin şunun neticesinde, şunun terbiyesi, şu teşviqat gücünün terbiyesi aslında yetilgen 10 yıldan keyin şu izchil 10 yıl şu teşviqat bilen çoğ bolgan yoki bo'lmasa yaşagan adam 10 yıldan keyin onun ta'siriga uchrab şunda bir masalan bugungi kunlikdek Xitoy xalqlarning ko'zini bo'yash uchun viza berib vatanga berishni tavsiya qilyapsizmi? Bunga moslashib bermaydigan bir turkum aqli joyida sap ko'ngillik, vatanparvar, millatparvar bir turkum Uyg'urlarni yetildirib chiqarg'ili bo'ladi. Ammo bugungi kunlikda vatan berayotganini ko'rib biz buning oldini olishimiz kerak. Oldini olsak bo'ladi, qanday qilishimiz kerak? Alloh tavba deb qanday qilishimiz kerak deb bugun damallıqqa bunun qarşı bularni tur deb bir yerda tug'izolmaymiz. Chunki bizda unda kuchlik har xil kuchlar bilan tahdid orqali va yaxshi to'g'ri gaplar orqali vatanimiz, xalqimizni turg'izolligidek bir tashkilotlarimiz, bizga vakillik qilgan bir tashkilotlarimiz yo'q deb o'ylayman. Bu jihatdan tashkilotlarimiz yetish bo'lmayotdi. Chunki o'zining ichidagi nurg'un talash tortish, o'zaro ishki, ixtilof degandek masalalar tufayli 6-7 yillik siyosiy tashkilotlarninki ilib berayotgan xizmatlari faqatla mush tashqi dunyoga bo'lib davlat organlariga, parlamentlarga va mush g'arb ellardagi xalqlarga xalq davarimizni vatan bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni tunishtirish bizning ayada bir irqiy qirg'inchilik bo'lyotidi uyg'ur ismli millat xitoylar tarafidan yo'qotilyotidi degandek shaklda faqat dad aytish xizmati bilan shug'ullanyotidi hozirgi tashkilotlarimiz bundaq bir saviya ostida biz muhojiratdagi yillarcha 10 yillab 15 yillab 20 yillab chet elda yashayotgan hattoki hech qanday bir faoliyatga qatnashmay millatninki hech qanday davosiga aralashmay yashayotgan bu xalqni birdinla bugungi kunlikda xitoy siyosatini ostilab yavaşlatgan vaqtida vatanga bormaysa maydonni iniq qil maydoningni iniq qil miyada jim tur deb biz ularni turg'izib bo'lmaymiz deb o'ylayman ammo lekin unda bo'lmaydi ekan uning foydasi yo'q ekan deb tashlab o'tishkim bo'lmaydi bugungi kunlikda berayotgan bo'lsa biz bugungi kunlikda mushuni ziyniga uchirgan bo'lsak buni biz tajriba saboq qilib bundan keyin bunun oldini olish va bunun kengayib ketishininki oldini olish va boyi degandek shu muhojiratdagi hiliqi vatan davosiga aralashmaydigan 95% Uyg'urning hammasini vatanga berib kelgan amundaq bir sharoitninki paydo bo'lishininki oldini olish uchun hozirdan boshlab yana mayli tashviqot jihatdan bo'lsin mayli boshqa siyosiy tashkilot siyosiy faoliyatlarimizda bo'lsin planli holatda xizmatimizni kuchlantirishimiz kerak izchillashtirishimiz kerak shuningda izchil tura olsak shu xizmatlarimizda menimcha kelgusida vatanparvar xalqimizning sonini oshira olishimiz mumkin lekin bugungi kunlikda
Hozirgi holimiz, hozirgi sharoitimizga qaragan chog'da biz vatan berayotganlarni to'sib qala olmaymiz. Balkim texmi bardiganlarning soni texmi ko'payib ketishi mumkin. Bu bir amaliyot, bu bir reallik. Buni oldimizga qo'yib yüzleşişimiz gerek bu reallik bilan. Bundaq sharoitning oldini qanday qilamiz? Bo'pti, bugungi kunlikda berayotganlar bosim bo'pti, bularni biz millatning ichidan chiqarib o'tayli. Ammo bularga ergishib, bundan keyin bardiganlar texmi ko'payib ketishining oldini olayli. Oldini olish uchun qanday qilishimiz kerak degan masalalar ustida ko'proq o'ylashib, bu jihatda ko'proq xizmat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Oxirda Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Abdusalom apandimga rahmat aytaman. Ko'rganlarga sog' salomatlik tilayman.